Istanbul aeroporti kelganingizdan keyin ikkita transport bor. Hozir o'shani ko'rsataman. Taksidan tashqari metro bilan va avtobus bilan yetib olsa bo'ladi. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Boshlaymiz. To'g'ri, eng muhimi lift. Qaranglar, ikkita lift bor. Men faqat gidan yo'lchi ketayotganlar, mana bitta avtobus ishorati bor, otobus deb yozgan va liftlarga ahamiyat beringlar. Qaranglar, 0 bu metro, u qizil va -2 da avtobus rasmi bor. Bu avtobus qavatiga tushadigan lift. O'rtalar hozir men -2 qavatdaman. Bu yoqda avtobuslar yuradi va bu yoqda budka bor. Bu yoqda bilet sotib olsanglar bo'ladi va u yoqda avtobuslar bor. Eng mashhuri 12-nomer Aksaray Laliliga boradi o'rtoqlar. Va avtobusga sizlar ikkita yo'l bilan kirsanglar bo'ladi. Yo bilet sotib olasizlar 355 TLga yoki bankovskiy kartangiz bo'lsa, shunda bosib o'tib ketsanglar bo'ladi. Hozir biz 0-qavatdamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar, u metro yozilgan. 9-10 minut taxminiy yurishinglar kerak bo'ladi va metro to'g'riga yurib ketishinglar kerak. Hozir yurmayman, lekin o'zingizlar bemalol kirsanglar bo'ladi. Taxminiy yo'l kiringlar 50-60 lira atrofida bo'ladi. Xohlasanglar bank karta bilan, xohlasanglar Istanbul karta bilan to'lov qilsanglar bo'ladi.